Endiki maqalımızda liksiyemizge dikkat kılın hürmetlik vatandaşım. Bu yukarıkının devamı deyişki olmaydı, lekin mezmunu okşaştırdım başlı degendek, bulanı seliştirip, sentizle birbiriga karıştırıp degendek, tahlil kılıp hakikatini tepip alalayız. Dikkat vatandaşım. Endiki mavzu, sabık devlet işler katibi Kissinger oturgu çıktı. Prezident Trump'a yardımlaşıp, Jungo'ga besim işiltidi. Mavzulu haber 12 yani 29. günü Dovitor betidi ilan kılındı. Haber mındak başladı. Paydalanış haberlerinin 12 ayının 30. günde haberiga asaslanganda chet el matbuatlari Germaniya rasmlik jurnali 12 ayının 26. günü G'arbiy Yevropa axborot organlarining Prezident Trump hukumat kabinetining xabarlariga asoslanib tahlil qilgan tahlilida mundaq ko'rsatildi. Amerika'nın sabık devlet işler katibi Nobel Fizik mükafatının sahibi Kissinger del hazır Amerika'da yeni sayılanan Prezident Trump'a Rusya ile bulgan münasebetini yaxşılaş doğrusu da plan tüzüp bergen. Rusya erken medyalarının 12. ayının 28. günü haber kılışıga asaslanganda bu gazet mundaq ko'rsatdi. 93 yaşlık diplomat Kissinger mundaq hesapladı. Jungo baş ko'targan vaziyatda Rossiya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash bu bir to'g'ri harakatdir. Tajribelik suhbatlash kuchi Prezident Vladimir Putin bilan quyuq tanishligi bor. Kissinger Washington bilan Moskva o'rtasida eng yaxshi kelishtirguchi bo'la oladi. Resimlik jurnal mundaq oshkorildi. Kissinger Ukraina krizisini yarashtirish planini tuzib chiqdi. Bu planga asoslanganda Rossiya Ukrainaning sharq qismining bexatarligini kafolatga ega qildi. G'arb davlatlari Rossiyaning Krimiyaga qaratgan egilik huquqini g'ayri rasmiy holda e'tirof qilib, bu masalani Rossiya bilan Amerika munosabatiga to'sqinlik paydo qilgan ish bo'lib qilishdan saqlanish kerak bo'ladi. Yoki saqlanish darajasida bartaraf qiladi. Buningdan boshqa bu gazetning gapiga asoslanganda Kissinger amaliyoti dunyoning yanada burunqida ikki qutbga aylanishini ta'kidlab, sobiq sovetlarning ta'sir doirasidagi rayonlarni Rossiyaga o'tinib berishni taklif qilgan. Diqqat vatandoshlar, nima deydi? Kissinger deydi, dunyoning ikki qutbga aylanishini ta'kidlab, sobiq sovetlarning ta'sir doirasidagi rayonlarni ayni vaqtdagi Rossiyaga o'tinib berishni taklif qilgan. Bu nimadan derak berdi? Savol qo'ydi. Amerika, Polsha va Iran, Afg'oniston va Jungo o'rtasidagi zaminlarni Rossiyaning ta'sir doirasiga ayirib berishdan, e'tirof qilishdan derak berdi. Anladingizmi do'stim? Turan efendi 1944-yili cho'ng davlat diplomatlarining Moskvada ochgan yig'inida Stalin Angliyaning vaziri Churchillga shundoq degan edi. Men Iranning bu tarafidagi zaminlarni, yani shimol tarafidagi zaminlarni, shundoqli Jungoning g'arbidagi zaminlarni, Xinjiang rayonini degandek Afg'oniston deganlarni Rossiya xaritasiga qo'shib olaman degan. Stalin shuni deganda rahmatli Churchill nima degan? Og'zingni yum, ikkinchi qatim eg'izga olg'ichi bo'lmadi. Bugun tarix aylanib kelib, Kissinger efendi nima deyapti deganda, ayni vaqtda Polshaning atrofidagi rayonlar, shundaqli Jungo va Afg'oniston atrofidagi rayonlar va Ironning bu tarafidagi rayonlarni Rossiyaning ta'sir doirasiga ayirib berishni e'tirof qilish kerak. Katta gap chiqdi bu yerdan Turan efendi. Bu nimadan derak berdi? Amerika, Polsha va Iron, Afg'oniston va Jungo o'rtasidagi zaminlarni Rossiyaning ta'sir doirasiga ayirib berishdan e'tirof qilishdan derak berdi. Vaqt nim bo'lib ketdi jahonning ishi. Rossiya bilan Amerikaning qo'sh tangpongliq yer sharining muqimligini mustahkamlashga, jumladan yadro qurollarini o'z ichiga olgan holda mustahkamlashga foydali bo'ldi va yordam bo'ldi. Moskva universitetining professori, siyosatshunos doktori, Rossiya bexatarlik komiteti qarmog'idagi ilmiy komitetning a'zosi Andrey Monolov bundaq hisobladi. Yuqori qiyosning to'g'riligini tadqiqot qilib bo'lmaydi. Demak, Rossiyalik olim nima deydi? Yuqori qiyoslarning to'g'riligini tadqiqot qilib bo'lmaydi. U mundaq ko'rsatdi. Kissinger o'tirg'i chiqishni qaror qildi. Uning diplomatik qurollarni texras bosmaganligi hisoblandi. Uning diplomat quroldan dat bosmaganligi isbotlandi. Siyosiy sahnalar yoshlar boshlarni ko'tarib turib atgan bugungi dunyoda
öz dövrden bütünlay ayrılıp kalgan qeri dep hesaplanganda bundaq sergüzektin bir aram kılıdı özüne değil. Üç cümle ene konmay kaldı ha. Çünkü men miman kep kaldı şunu önemli sal azgandek oldum. Bu işne uğraşnın tövendikidek bir ne çaresi var. Çarının birincisi Rusiyaga yakıldı iş. Bugün Kissinger ameliyat 20. asırның 70. yıllardaki usul çağrılarını aksi tarafını kullanışını taklif kıldı. Dikkat vatandaşım biz Washington Post gazetesinin Beijing turist muhbiri John Pomfret'nin Kissinger aynı vaqt Prezident Nixon'un nima deganligi so'zlab o'tgan edi. Demak nima deydi bugun Kissinger shu vaqtdagi ishlarni aks tarafiga ijro qilishni va belgilashni umid qildi, taklif qildi dedi. Shu vaqtda Amerika Jungoga yaqinlashib, Rossiyani ojizlashtirgan. Bugun endi Rossiyaga yaqinlash orqali Jungoga besim paydo qildi. Alasharim. Shuning uchun texmi ko'p narsalarga erishish, ya'ni Rossiyadan foydalanib, Jungoni ojizlashtirish uchun Rossiyaning sobiq Sovetlar davridagi ta'sir doirasini e'tirof qilish kerak. Keyin yana tahlil qilamiz vatandoshlar.